Mening harbiylikka qiziqishimni uyg'otgan bilim dargohi. Salom. Mening ismim Dilshod. Men Jaloliddin Manguberdi nomidagi Harbiy akademiyasi 2-bosqich o'quvchisiman. Men Jaloliddin Manguberdi singari mard, jasur, mohir harbiy xizmatchi bo'lish maqsadida ushbu litseyga kirganman. Bugunda ham ilmni, ham sportni birgalikda olib boryapman. Jang sporti bilan 3 yildan beri shug'ullanaman. 2025-yilgi O'zbekiston chempioniman, 2022-yilgi jahon chempioniman. Maqsadim yurtim ravnaqiga va kelajagiga o'z hissamni qo'shish. Urganch shahridagi Jaloliddin Manguberdi nomidagi harbiy akademik litseyda 300 nafar o'quvchi yoshlar ta'lim-tarbiya olmoqda. O'quv jarayonlarini sifatli tashkil qilish uchun Mudofaa vazirligi tasarrufidagi o'quv maskanida barcha imkoniyat va sharoitlar yaratilgan. Harbiy akademik litsey o'quvchilari 2025-2026 o'quv yilida ham qator muvaffaqiyat va natijalarga erishishdi. Jaloliddin Manguberdi nomidagi harbiy akademik litseyi o'qituvchilari harbiylik kasbini egallash istagidagi yoshlarning keng dunyoqarashini shakllantirishga ko'maklashadi. Ularga intellektual salohiyat, ijodiy hamda tahliliy fikrlashni rivojlantirishga ham yordam beradi. Harbiy akademik litseyda ilm olayotgan o'quvchilarga asosan tabiiy va aniq fanlar chuqur o'rgatiladi. Shu bilan birga ularga xorijiy tillarni o'rganish imkoniyati ham yaratib berilgan. O'quvchilar zamonaviy axborot texnologiyalarini puxta egallab, bu yo'nalishda olgan bilimlarini yanada mustahkamlab borishmoqda. Asosiysi o'quvchilarga harbiylikdagi boshlang'ich bilimlar ham chuqur singdiriladi. Harbiy akademik litsey o'rta maxsus ta'lim muassasasi hisoblanib, unda o'quv jarayonlari 2 yil. Mashg'ulotlar zamonaviy interfaol usullardan foydalangan holda olib boriladi. Bugungi kunda yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha mamlakatimizda keng miqyosda ishlar olib borilmoqda. Muhtaram Prezidentimizni 2023-yil 12-iyundagi qaroriga asosan ana shunday Jaloliddin Manguberdi harbiy akademik litsey ochildi. Litsey aniq fanlarga yo'naltirilgan, matematika, fizikaga, shu bilan birgalikda informatika va chet tillari chuqurlashtirib o'tiladi. Litseyimiz 150 nafardan 2 ta kurs bo'lib, ya'ni 300 nafar o'quvchiga barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Hozirda litseyda 24 ta auditoriyalar, 4 ta multimedia laboratoriya xonalari va axborot resurslar markazlari zamonaviy kompyuterlar bilan jihozlanib, o'quvchilar uchun xizmat qilmoqda. O'tgan 2023-2024 yilda bir o'rinda 7 nafar o'quvchi to'g'ri kelgan bo'lsa, nomzod ana bu yil biz ko'rdik 2025-2026 yilda 2 yil ichida bir o'rinda 30 nafardan oshib ketdi. Hozir o'quvchilarimiz bizada asosan harbiylashtirilgan dars mashg'ulotlarimiz va undan tashqari o'quv jarayoniga biz informatika, IT yo'nalishini, dron tayyorgarligini va boshqa ana shunday chet tillarga ko'proq e'tiborlarni qaratganmiz. O'quvchilarimiz kun tartibiga asosan tushlikka qadar agar 6 soat o'quv mashg'ulotlari o'tsa, dars mashg'ulotdan keyin bular maxsus to'garaklar va kurslarga ko'proq e'tibor qaratamiz. Bu to'garaklar nafaqat bizni harbiy akademik litsey o'quvchilari uchun, mahalla yoshlari uchun ham xizmat qilyapti. O'quvchilarimiz ana shu 2 yillik davrimizda katta yutuqlarga erishdi desak to'g'ri bo'ladi. Sababi 2024-yilda Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi davlatlari litseylar orasida matematika fanlar xalqaro olimpiada o'tkazildi. Birinchi bor qatnashib, faxrli 2-o'rinni egallashdi. Jamoamiz bilan ana shu o'quvchilarimizni tayyorlashda har bir o'quvchini bilim saviyasiga qarab biz dars mashg'ulotlarini tashkillashtirganmiz. 2024-2025 o'quv yilida harbiy akademik litseyni 152 nafar o'quvchi bitirdi. Shundan 96% o'quvchilar oliy harbiy va respublikamizning davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilindi. Litseyda 10 dan ortiq turli fan to'garaklari faoliyati yo'lga qo'yilgan. Axborot texnologiyalari va ijodiy to'garaklar, sport seksiyalari yoshlar bilan gavjum. Hozirda ta'lim olayotgan o'quvchilar barcha fanlarni puxta o'zlashtirib, yaxshi natijalarni qo'lga kiritmoqda. Prezidentimiz bizga yaratib bergan shart-sharoitlardan keng ko'lamda foydalangan holatda 2 ta milliy sertifikatlarni qo'lga kiritdi. Bizning litseyimizda juda ham yaxshi ta'lim jarayonlari yo'lga qo'yilgan. Bizning o'qituvchilarimiz aniq fanlardan, ijtimoiy gumanitar fanlardan ham oliy toifada
o'qituvchilar bizlarga ta'lim bermoqda. Biz bu sharoitlardan foydalangan holatda yuqori natijalarga erishmoqdamiz. Ta'lim jarayonlari juda ham puxta darajada va yuqori innovatsion texnologiyalar orqali olib boriladi. Men kelgusida harbiylik kasbini egallab, yurtimizning rivoji va ravnaqi uchun o'z hissamni qo'shaman. Men bu litseyga test sinovlaridan muvaffaqiyatli o'tib qabul qilinganman. Bizga bu yerda Xorazm viloyatidagi eng kuchli o'qituvchilar dars beradi. O'qituvchilarimizning yaxshi dars berishi natijasida men fanlardan sertifikatga ega bo'ldim. Bu sharoitlarni yaratib bergan Prezidentimizga rahmat. Men kelajakda harbiylik kasbini egallab, vatanimga munosib xizmat qilmoqchiman. Jaloliddin Manguberdi nomidagi harbiy akademik litseyida dars mashg'ulotlari malakali, oliy toifali o'qituvchilar tomonidan olib boriladi. O'qituvchi uchun bilasizmi nima yaxshi? Mana shu litseyda har kuni ertalab ishga kelganimda ruhlanib kelaman, sevinib kelaman. Nimaga desangiz, xonalar shinam, mana shu kimyo xonasi ham, kimyo laboratoriya xonasi ham o'quvchilar uchun tajribalar bajarishga qulay hozirgi kunda. Bundan tashqari virtual laboratoriyalarni interaktiv daskalarda ham tashkillashtira olamiz. Xonalarning shinamligi va qulayligi o'quvchilarni vatanparvar ruhida tarbiyalashimizga, haqiqiy Jaloliddinlar chiqishiga imkoniyat beradi deb ayta olaman. Mana shu litseyni har bir o'quvchi bitkazayotganida g'urur bilan, faxr bilan men Xorazmdagi Jaloliddin Manguberdi litseyini tugatganman deb ayta oladi. Harbiy akademik litseyda o'quv jarayonlari sifatli tashkil etilgan. Zamonaviy kompyuterlar bilan jihozlangan 24 ta o'quv sinflari, 4 ta fan multimediali laboratoriyalari hamda axborot resurs markazi mavjud va bu imkoniyatlardan yigitlar unumli foydalanmoqda. Asosiy vazifalardan yana biri bu yerda o'zini xalqiga, prezidentiga va qolaversa vataniga xizmat qiladigan yigitlarni biz tarbiyalaymiz. O'quv jarayonida biz ko'proq kompyuterlashtirilgan axborot tizimlari, ya'ni o'sha axborot markazidan ham ko'proq foydalanamiz. Axborot markazida hozirda 7000 dan oshiq badiiy adabiyotlarimiz mavjud. 11000 dan oshiq elektron kutubxonamiz mavjud. Elektron kutubxona hozirgi paytda O'zbekiston Respublikasi Alisher Navoiy nomidagi milliy kutubxonaga ulangan. Integratsiya qilingan. Xorazm viloyatida joylashgan oliy ta'lim muassasalari kutubxonalariga bevosita bu integratsiya qilingan. Yoshlarimiz nafaqat bilim olishi va qolaversa vatanparvarlik tarbiyasini ham oladi. Bitirgandan keyin oliy harbiy ta'lim muassasalariga borib, bular bo'lajak ofitser sifatida bevosita birinchi qadamni qo'ygan bo'ladi. Va vatanimizni himoya qiladigan mard, jasur yigitlarni ana shu maskanga biz tayyorlaymiz. 4 oy davomida 263 ta xalqaro va milliy sertifikatlar o'quvchilarimiz qo'lga kiritdi. Shiorimizga mos qolgan holda har bir bitiruvchi bu yerda o'qib bitirayotganda kamida 3 ta xalqaro va milliy sertifikat qo'lga kiritish kerak. Shu sharoitlarni yaratib bergan muhtaram prezidentimizga avvalambor katta tashakkur bildiraman. Va'da beramanki, bu yerda o'qiyotgan har bir yosh kelajakda vatanparvar bo'lib, xalqiga, vataniga, prezidentga sodiq xizmat qiladigan yigitlar bo'lib yetishadi. Urganch shahrida tashkil etilgan Jaloliddin Manguberdi nomidagi harbiy akademik litseyi maskanda ta'lim olayotgan o'quvchilarda xalqimizning ma'naviy ma'rifiy qadriyatlari, madaniyati va urf-odatlariga chuqur hurmat tuyg'ularini oshirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga halollik, vijdoniylik, vatanparvarlik, sadoqat, fidokorlik singari insoniy fazilatlarni rivojlantirishga xizmat qilishi bilan esa yanada katta ahamiyat kasb etadi.